charchab ketdim bunaqa eski uyda o'ynashdi. O'rgimcha ham bosib ketibdi. Qani yangi uy quramiz. Taporda olamiz. Yaxshi yog'och kesgan o'g'li. Chiqsinchi. To'xtachi. Bu yerda kambag'al yashaydi. To'g'ri, men kambag'alman. O'g'li o'tin kesamiz. Voy, sandiq yugur sakrab. Mana qarang sandiqda chayrichi. Olmos, temir. Oltin, zumrad. Endi men boy bo'lishim aniq. Kim qo'ygan bo'lsa, endi men mazza qilaman. Tezroq olish kerak. Olmos ko'pligini. Bundan men ko'p zirhlar yasayman. Kilkalar yasayman va dragon oldiga borib buni o'ldirish mumkin. Endi meni hech kim kambag'al ham deya olmaydi. Qani endi ikkinchisini ham ko'raylikchi ularda olamiz. Qani ikkinchisini. Bu nima endi? Mazza-yu. Bularni hammalamiz. Hammasini olib ketishim kerak. Bu olamiz. Olg'a. Olib turaylik chiqaning. Olg'a. Men boyman. Yugurdi. Skelet. Haram skelet. Men ulgur. Olg'a. Qaraylik. Men haqiqatan boyman endi. Bu endi bu menga mos emas. Endi mening uyim. Haqiqat. Voy, kelsangchi, harami. Ana keldim. Ikkinchi sandiqdagi narsalarni olib keldim. Uni solib qo'yaylik. Mana solim. Pechka, TNT, qachi, lava, dastak. Yaxshi. Mana boyligim ko'ryapsizlarmi? Mendan boy yo'q, mayda. Kuchaytira olaman maslahatlarimni. Mana olmoslarim bor. Endi men boyman. Sizlarga uyimni tashqarisini ko'rsataman. Mana ko'ryapsizlarmi? Olmos, temir, zumrad, oltindan yasalgan. Tepagisidagi nom esimdan chiqib qoldi. Bo'lmasa uni ham aytardim. Ko'rdilaringmi? Bo'pti, xayr. Obuna va like tugmasini bosib qo'yinglar.